Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 15-iyul hafta kuniga chorshanba 2026-yil. Bozordan obzorimizni boshladik. Xudo xohlasa bugun o'ta arzon narsalar qo'yamiz. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab qadrlashda bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlayotganlarga katta rahmat. Videoda oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman, chunki arzon spalinganli turlar qo'yamiz. Ulgurib qolinglar. Aloqaga chiqarsa videoda oxirida telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Xo'p, kirishimizdan Ruminiya davlatida ishlab chiqarilgan spalniy kravatimiz bu bir juft, materialgacha radnoy 80-yilda chiqqan, 1980-yilda chiqqan. Holatlari zo'r turibdi. Taylarida pechatlarigacha bor. Xo'p, bunimiz narxini 1.400.000 so'm qo'yayotdik. Narxini tushirgan holatda sizlarga xudo xolasa yoqishi uchun. Xo'p, buni narxini 1.400.000 qo'yayotdik. Narxi endi 1.200.000 so'm. Aloqaga chiqarasizlar, nomi Adriana. Xo'p, kirishimizdan shunaqa akrilli, chiroyli spalniy garnitur. Xo'p, 4 eshikli. Holati zo'r holatda turibdi. Matraslar original ortoped bo'ladi. Xo'p, ikkita tumbichkasi bor. Xo'p, shkaf ichlarini ko'rmaganlar uchun bir qator yana boshqatdan bitta obzor qilib beramiz. Bu shilka tomoni. O'rtasi taklov bo'ladi. 1, 2, 3, 4 ta polkasi bor. Kamchiliklari yo'q. Bu tomoni ham veshilka bo'ladi. Eng qizig'i ba'da ham taklovi bor. Bir gul pul qo'yishingiz mumkin. Endi xohlagan narsangizni qo'yasiz. Hop, eni hattoki yonlarigacha akril buni. Zo'r holatda bo'lib turibdi. Ham chetlari 100% PVH. Hop, buni bitta aybi trimosi yo'q, oynali. Qo'sh oynasi yo'q. Hop, ikkita tumbichkasi bor lekin. Razmeri adashmasam 1.70 ga uzun 2 metr edi. Hop, bunimizning narxini 3.5 million qo'ygandik. Hop, skidka qilib 3.200.000 so'mga aloqaga chiqarsa 300.000 so'm skidka. Bu degani 10% ga yaqin degani. 3.200.000 so'mga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, rangi oppoq. Hop. Bolgariyada ishlab chiqarilgan yog'ochli shkafimiz. Bu tomoni polka, tortmasi bitta, o'zi 3 ta bo'ladi-yu, hozir bizda bitta endi. Hop, holatlari chiroyli holatda turibdi, veshilkalari joyida. Hop, panellarigacha yog'och bo'lib turibdi, orqa tomonlarigacha. Hop, bunimizning narxi 900.000 so'm. O'zi bu narsani 1.5 million pastda sotmaganman. Bilmayman, shunisi turib qoldi. Shuning uchun narxlari keskin tushib ketdi. 900.000 so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Hop, shkafimiz 4 eshikli. Addenniy bo'ladi. Tepasini ham ko'rsatib bergan addenniy bo'lishini, bu tumbasi ham addenniy bo'ladi. Tepasi boshqa tumba hisobida ishlatsangiz ham bo'ladi. Shu turishi, shu katta bahaybatligi 1.400.000 so'm. Addenniy so'raganlarga ham beraveramiz. Kelishilgan holatda 3 ta polkasi bor, tortmasi yo'q. Bu tomoni veshilka, qo'shimcha polka. Bunisi ham xuddi shunaqa. Narxi 1.400.000 so'm. Aloqaga chiqarsa, bundan narxiga to'g'ri tushirsangiz bizga jichchadan bo'lib qolyapti. Shu 1.400.000 bo'lsa beramiz. Hop, bu kamut bilan trimoyimiz o'tgan bozor qo'ygandik, Toshkentga sotildi. Hop, ertaga dastavka qilamiz. Kommentariyada bitta buyursin deb yozib keting, xursand bo'lamiz. E'tiborlaring uchun. Toshkent shahariga sotildi. 1.5 million so'mga, qo'ygan narximizga sotildi. Hop, divan kreslamiz. Shular uchovsi ham yotadi. Shunday bo'lib yotadi. Divani ham ikkita kreslasi shunday yotadi. Keyin yarim pozitsiyada ham turadi, hali suyani televizor ko'rishligi uchun. Bunday pozitsiyada tursangiz ham bo'ladi. Yarim pozitsiyada. Bu o'zi xohishingizga qarab. Bu adashmasam Toshkent mahsulot. Hop, narxi 1.800.000 so'm. Shu narsa aloqaga chiqarsa, materiallari butun turibdi. Buymalari tushib qolgan yoki kamchiligi yo'q.
aloqaga chiqib olsa 1.800.000 so'mga beramiz. Spanli garniturimiz, ikkita tumbichkasi, shifoneri kupeli, ikkita katta eshikli. Hop, kravatning razmeri 1.76 ga, uzuni 1.98, 2 metr, ya'ni ikkita tumbichkasi bor. Hop, matrasni ham original Fransiyaning matrasini bosib qo'ydik o'zimiz qo'ydik. Yozuvlarigacha turibdi. Original fransuzskiy matras. Hop. Bu tomoni 5 yilga tomoni, o'ta katta 5 yilga, qo'shimcha polka. Ochilib yopilishlari yaxshi. Hop, bu tomoni yana bitta 5 yilga и polka qatori, bitta tortmasi bor. Buni ham aybi trimosi yo'q, lekin buni matrasi original Fransiyaning matrasi. E'tibor berib qo'yasizlar. Hop, yana yonida qo'shimcha tortmalari bor, Spanlida. Hop, bu tumbichkasining tortmasi ochilib yopilishi kamchiligi yo'q, zo'r ochilib yopilyapti. Bu tomonda ham bor. Mexanizmi yaxshilanaganda, shuncha zo'r ochilib yopilyapti. Matras yozgan bitta baho berib o'tib ketasizlar. Bunimizning narxini shu fransuzskiy matras qo'yilganiga ham qaramasdan 3 million so'mga beramiz. 3 millionga. O'zingizlar bitta baho beringlar. 3 millionga aloqaga chiqib olasizlar. Italiyada ishlab chiqarilgan shifonerimiz. Bu komplektida qolgan joyini sotib oldik, shkafda o'zi qoldi. Men narxi o'ta arzon chiqadi. İçlariga bitta baho bering, oppoqqina. Endi Italiya babi sifatni keltirib yuboradi. O'rtasida 3 ta polkasi bor. O'rta qatorida ochilib yopilishlari zo'r turibdi. Bu tomoni ham vishilka, bir dona kaliti bor. Hop, bunimizning narxini siz o'ylamagan narxda 1,5 million so'm qilib belgiladik. 6 eshikli shifoner. Bo'lib ham Italiyaniki. Arziydi yo'qmi, kommentariyada o'zlaringiz fikrlarini qoldiringlar. O'shunga qarab, xudo xolasa biz ham yaxshilab ishlashga harakat qilamiz. Istiqbol mebel. Original narsa bu, hali poddelka emas. Birkalarigacha turibdi mana. Istiqbol mebel hammasida bor. Hop, buni hamma yo'g'i kamchiligi yo'q. Ikkita tumbichkasi, kravati и trimosi. Kamchiligi yo'q. Hop, razmerlari keladigan bo'lsa, matrasning razmeri 1.80 ga 2 metrmikan, 2.10 shunaqa. Zo'r holatda turibdi. Matrasi ham anatomik bo'ladi. Ortoped qattiq emas, ortopedga o'xshab. Matrasi ham original o'z bilan kelgan. Shkaflarni ichini ochib ko'rsatadigan bo'lsak, katta vishilka. O'zdan bitta baho berasizlar. Xo'p, bunda polkaning o'rniga 4 ta tortmasi bo'ladi. Shinamgina o'ziga yarashgan tortmasi bo'ladi. Qatori ham vishilka. Tepada qo'shimcha polka. Xo'p, o'zdan bitta Google'da yozib, istiqbol mebel qattiqligini bitta bilib kommentariyada yozib qo'ying. Xursand bo'lamiz. Buni bitta aybini ko'rsatib o'tamiz. Tortmasida ozgina mashtida uringani bor, empasidagi. Lekin ochilib yopilishlari o'ta go'zal. Narxini ham siz kutmagan narxda qo'yamiz. Ichki holatlari. Trimosi ham chiroyli, hamma yo'q o'ziga yarashib turgan, o'rtada 3 ta oynali. Tumbasini ham tortmalarni ochib ko'rsatib o'tib keting. Kamchiligi yo'q, lekin ochilib yopilishlariga gap yo'q. Hop, bunimizning narxi 3 million so'm. Menimcha arzisa kerak. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar. Keyin bu istiqbol mebel qatdan chiqishini bitta Google'ga yozib, qattiqligini bitta aytib o'tib ketinglar. Yaxshi holatda turibdi. Yog'och rangsi ham bo'laveradi. Tashqariga chiqib endi
2 dona narsamiz qoldi, o'shani obzor qilib olsak. Bir donalik kravatimiz. Adashmasam 85 va 86 endi, uzunligi 2 metr. Narxi ham qiziq, 450 ming so'm ortoped matrasda. Xo'p, o'tgan bozor bu spanlimizni 1 million 300 qo'ygandik. Iloji bu bozor 1 million 300 ming qo'yamiz, chunki buni o'zimiz ham zo'r narxga olganmiz. Matraslari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi, ortoped. Kamchiligi yo'q. Aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, telefon raqamlarimizni aytib o'tadigan bo'lsak, 91lik 681 94 19. Yana bitta qaytaraman, 91lik 681 94 19. Ismim Ulug'bek. Aloqaga chiqib olasizlar. O'zim telefonni o'zim ko'taraman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kuzatishni unutmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi kuzatayotgan bo'lsalaring, shunaqa arzon mebellar qo'yib boramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar.